muqaddas va shukuhli shu kunlarda Angren shahrida Korzinkaning 235-filiali ochildi. Korzinka millionlab oilalar uchun qulay, sifatli va hamyonbop xaridlarni ta'minlaydigan muhim savdo infratuzilmasiga aylanib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki aksiyadorlik jamiyati moliyaviy ko'magida ochilgan Angren shahridagi navbatdagi filial ham hududda yashovchi aholi uchun katta tuhfa bo'ldi. Dahamizda shunaqa chiroyli Korzinka magazinlari ochildi. Xalqning kayfiyatini ko'tardi. Hamma mahsulotlarimiz tartib bilan chiroyli qilib joylashtirilibdi. Shu tomonlama qulaylik yaxshi. Narxlari yaxshi, hammasi yangi, hamma narsa bor. Bir joydan bemalol kirib, hamma narsani xarid qilish mumkinligi yo'q. Angren shahri xalqi uchun juda manfaatli. Ancha bu magazinda kutdik ochilishini-da do'konda. Bemalol mana aylanib, o'zimizga ko'nglimizga yoqqan narsani olib yuribmiz. Ko'chada har xil ob-havo bo'lgani uchun Korzinka men uchun qulay, maza qilib produktlar qilaman. Zamonaviy supermarket keng assortiment, shaffof narxlar, mahsulot sifatining yuqori standartlarini taqdim etadi. Bugungi kunda kompaniyaning asosiy vazifasi Korzinka brendining barqaror rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda O'zbekistonda zamonaviy oziq-ovqat chakana savdosi madaniyatini kengaytirishdir. Korzinkada bizning asosiy maqsadimiz mijozlarimizga, aholimizga yanada qulay, yanada sifatli va yanada arzon narxlarda demak tovarlarni yetkazish va xizmat ko'rsatish. Angrendagi do'konimizda 50 ga yaqin ish o'rni yaratildi. Har bir shu yangi do'kon ochilishimizda yoshlarni, ishsiz aholini demak ish bilan ta'minlash bo'yicha harakatlarimizni davom ettiramiz. Ko'p yillar davomida biz O'zbekiston Milliy banki bilan yaqindan hamkorlik qilib kelamiz va loyihalarimizni moliyalashtirishda demak ularning o'rni juda katta. Tarmoq rivoji yangi ish o'rinlari va aholining bandligini ta'minlashga ham xizmat qilmoqda. Bugungi kunda kompaniyada 14 mingdan ortiq xodim faoliyat yuritmoqda va har bir yangi do'kon ochilishi bilan qo'shimcha ish o'rinlari yaratilmoqda. Bu esa barqaror ish, malaka oshirish va professional rivojlanish imkoniyatlarini taqdim etadi. Men ish qidirib yurganimda, mana Korzinka ochilgandan juda ham xursand bo'ldim. Anketalarda topshirib, ishga qabul qilindim. Sharoitlari juda ham yaxshi. 8 soatli ish, ovqatni ham 2 mahal beradi. Oyliklari ham juda ham yaxshi. Uyimga ham yaqin. Hisobchi bo'lib kirdim ishga va ko'tarilish, karyera qilish imkoniyat bor. Ish qidirib yurgan edik, keldik, Telegramdan to'ldirdik, botni birdaniga ishga qabul qilib, chaqirib, ishga joylashtirib, hamma sharoitlarni to'g'rilab berishdi. Korzinka kompaniyasining rivojlanishida muhim omillardan biri O'zbekiston Respublikasi Milliy banki bilan hamkorligidir. Hamjihatlikdagi sa'y-harakatlar zamonaviy chakana savdo infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan uzoq muddatli loyihalarni amalga oshirishga yordam beradi. Shuningdek, Milliy bank bilan hamkorlik, yangi do'konlarni tezroq ochish, tarmoqning hududlardagi faoliyatini kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda talaba yoshlar bandligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Zamonaviy supermarketga kelayotgan aholi uylariga yaqin joyda savdo maskanining ochilishidan mamnun ekanliklarini ta'kidlashdi. Korzinka magazini biz pensionerlarga juda qulay bo'ladi. Bizning mahallada yo'q edi bunaqa katta magazin, juda go'zal bo'libdi. Narxlari ham bunday qarab turibman, yaxshi. Nevalarni hammasini kampirmi ham yetarlab kelaman. Tanlab olasiz. Hammasi saralangan narsalarda. Bu yerda xayrli bo'lsin, muborak kunlarda. Mazkur kundalik xaridlar uchun qulay maskanning ochilishi, xaridorlarning ishonchi va ijobiy fikrlari bu loyihalarning jamiyat uchun qanchalik muhim ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.